Bugun men pensiya oladigan har bir inson, ayniqsa indeksatsiya, qayta hisob-kitob va nega menga kam tushdi degan savol bilan yurganlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Bu masala faqat bugungi pensiyaga emas. Keyingi oylar va hatto bir necha yil davomida olinadigan pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasi hisob-kitobida xato bo'lsa yoki sizga tegishli qo'shimcha pul vaqtida berilmagan bo'lsa, uni qaytarib olish imkoniyati bor. Lekin odamlarning ko'pi buni bilmagani uchun indamay yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya nima? Qachon pensiya oshishi kerak? Kimlar pulini qayta hisoblatishi mumkin? Pensiya jamg'armasida qaysi joylarda chalkashliklar bo'ladi? Va eng muhimi, pulingizni qaytarish uchun aniq nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi ota-onangiz, bobo-buvingiz yoki o'zingiz uchun juda kerak bo'lishi mumkin. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntirib olay. Pensiya indeksatsiyasi degani, pensiya miqdorining inflyatsiya, ish haqi oshishi, davlat tomonidan belgilangan eng kam miqdorlar yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar sababli qayta ko'rib chiqilishi demakdir. Oddiy qilib aytganda, narxlar oshsa, yashash xarajatlari ko'payadi. Shu sabab davlat pensiyalarini ham ma'lum foizga oshirib boradi. Lekin muammo shundaki, bu oshish hamma odamga bir xil tushunarli ko'rinmaydi. Ko'p pensionerlar shunday deydi. Televizorda pensiyalar oshirildi deyildi. Qo'shnimniki 200 ming so'mga oshdi. Menikiga esa 1 ming so'm qo'shildi. Yoki hammaning pensiyasi 10% oshadi deb eshitdim. Lekin mening pensiyam hisoblaganda 10% ga yetmayapti. Mana shu joyda odamlar meni aldashyaptimi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda bu qonuniy hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa haqiqatdan ham xato, noto'g'ri qo'llangan koeffitsient. Hujjat yetishmasligi yoki eski ma'lumot asosida hisoblangan pensiya bo'lishi mumkin. Avvalroq pensiya hujjatlari ko'proq qog'oz arxivlar, mehnat daftarchasi, korxona ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi spravkalar asosida hisoblangan. Odam ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxiv topilmagan bo'lsa, ish haqi tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya kamroq hisoblanib qolgan holatlar juda ko'p uchraydi. Hozir esa elektron bazalar, soliq ma'lumotlari, raqamli tizimlar orqali ko'proq tekshiruv qilinmoqda. Shu bilan birga elektron tizim ham hamma xatoni avtomatik tuzatib bermaydi. Siz o'zingiz murojaat qilmasangiz, ba'zi eski davrlar, qo'shimcha stajlar, imtiyozlar va qayta hisob-kitoblar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Yana bir o'zgarish shundaki, hozir odamlar murojaat qilib avvalgi oylar uchun ham farq pullarini undirib olayotgan holatlar bor. Masalan, pensiya 2023 yildan boshlab noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, lekin odam 2025 yilda murojaat qilsa, tekshiruv natijasida sizga qo'shimcha miqdor tegishli bo'lgan desa, farq summasi qaytarilishi mumkin. Albatta buning tartibi, muddati va asoslari bor. Shuning uchun men bugun sizga hissiyot bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan harakat qilishni o'rgataman. Asosiy qism ben nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda pensiya oshirilganda hamma odamga bir xil summa qo'shilmaydi. Bu juda muhim. Chunki ko'pchilik qo'shnimga 300 ming qo'shilibdi, menga 1 ming, demak meni aldashdi deb o'ylaydi. Pensiya miqdori har bir odamning avvalgi pensiya bazasi, ish staji, ish haqi ustamalar, nafaqa turi, imtiyozlar va ayrim cheklovlarga qarab farq qiladi. Masalan, birinchi misol. Anvar aka 35 yil ishlagan. Rasmiy ish haqi yaxshi bo'lgan. Pensiyasi 2 million 500 ming so'm. Agar umumiy indeksatsiya natijasida uning pensiyasi foizga oshsa, taxminan 2 ming so'm qo'shilishi mumkin. Ikkinchi odam, Dilbar opa, 20 yil staj bilan minimalga yaqin pensiya oladi. Pensiyasi 20 million 1 ming so'm. 10% oshganda unga 10 ming so'm qo'shiladi. Ikkalasida foiz bir xil, lekin summa har xil. Bu aldash emas, bu matematik farq. Lekin ikkinchi holat bor. Masalan, Dilbar opaning pensiyasi 1 million 100 ming bo'lgan, indeksatsiyadan keyin kamida 1 ming so'm qo'shilishi kerakdek ko'rinadi. Lekin amalda faqat 2 ming so'm oshgan. Mana bu joyda savol berish kerak. Nima uchun? Balki oldin unga vaqtinchalik kompensatsiya to'langan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya shu kompensatsiya ichida yutilib ketgandir. Balki pensiyaning bir qismi alohida to'lov bo'lib, indeksatsiya kirmas. Balki hisob-kitobda haqiqiy xato bo'lgan. Shuning uchun odam shunchaki g'azablanib emas, hisob varag'ini talab qilib harakat qilish kerak.
Kimlar albatta xavotir olib tekshirtirish kerak. Birinchidan, pensiyasi yaqinda tayinlangan, lekin ish staji to'liq kiritilganiga ishonchi bo'lmaganlar. Masalan, siz 1965 yildan 1932 yilgacha bir korxonada ishlagansiz, korxona yopilib ketgan, arxivdan ma'lumot topilmagan. Pensiya tayinlanganda sizga bu yillarni hozircha qo'sha olmaymiz deyishgan bo'lishi mumkin. Keyin arxiv topilsa, ushbu stajni qo'shtirib pensiyani oshirish mumkin. Ikkinchidan, ayollar uchun bolani parvarish qilgan davrlar dekret. Ayrim ijtimoiy davrlar hisobga kiritilgan, kiritilmaganini tekshirish kerak. Hamma davr ham bir xil tartibda qo'shilmaydi. Lekin ko'p holatda ayollar o'z stajidagi muhim yillarni to'liq tushuntirib bera olmagan uchun pensiyasi kam chiqadi. Uchinchidan, harbiy xizmat, ichki ishlar, zararli ish sharoitlari, yer osti ishlari, pedagogik yoki tibbiy faoliyat kabi maxsus davrlar bo'lgan bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Chunki imtiyozli staj oddiy stajdan farq qilishi mumkin. Agar bu noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham, pensiyaga chiqish huquqi ham ta'sirlanadi. To'rtinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Ko'p odam pensiya olib turib ishlaydi. Bu yerda ham qonunchilikdagi davrga qarab qayta hisoblash masalalari bo'lishi mumkin. Siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lovlarni o'tkazgan bo'lsa, bu ma'lumotlar bazaga tushgan bo'lishi kerak. Lekin hamma vaqt ham avtomatik ravishda siz kutgan natija bo'lmaydi. Shuning uchun ishlagan davrlaringizni tekshirish zarur. 5-dan, nogironlik pensiyasi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bo'yicha bir turdan ikkinchi turga o'tganlar. Odam avval nogironlik pensiyasi olgan, keyin yoshga doir pensiyaga o'tgan. Bu vaqtda eski hisob-kitobdan yangi hisob-kitobga o'tishda ayrim tafsilotlar noto'g'ri olinishi mumkin. Har bir pensiya turi uchun asos boshqacha bo'lishi mumkin. Endi kimlar juda xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya tayinlanganida barcha stajlaringiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, arxiv spravkalaringiz to'liq kiritilganini ko'rgan bo'lsangiz, pensiya oshganda foizlar mantiqan to'g'ri chiqqan bo'lsa, har oy to'lovlar barqaror tushayotgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotnoma olib, pensiya miqdori qanday shakllanganini bilib qo'yish foydali. Chunki pensionerning eng katta xatosi davlat o'zi biladi deb hech qachon tekshirmaslik. Keling, aniq raqamli misol qilamiz. Bahrom aka 30 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 20 million 800 ming so'm. Keyin pensiyalar 12% ga oshirildi. Oddiy hisobda 216 ming so'm qo'shilish kerak deb ko'rinadi. Lekin unga 7 ming so'm qo'shildi. U pensiya jamg'armasiga borib so'radi. Ma'lum bo'ldiki, uning pensiyasida avvaldan belgilangan alohida ustama bor va indeksatsiya faqat asosiy pensiya qismiga qo'llangan. Ustama qismi esa boshqa tartibda qoldirilgan. Bu holatda hisob qonuniy bo'lishi mumkin. Boshqa misol. Mo'g'a opa 27 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda 5 yil ish staji arxidan tasdiqlanmagan. Shu sabab uning pensiyasi 20 million 300 ming so'm chiqqan. Oradan 1 yil o'tib, u sobiq korxonasining arxiv hujjatlarini topdi. 5 yil staj qo'shilgach, pensiyasi 1 million 700 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Agar u murojaat qilmaganida har oy 2 ming so'm kam olib yurardi. 1 yil davomida bu 3 million so'm degani. Mana shu pul keyin farq sifatida qaytarilishi mumkin bo'lgan puldir. Yana bir misol. Rustam aka pensiyaga chiqqach yana 3 yil rasmiy ishladi. U men ishladim, demak pensiyam avtomatik oshishi kerak deb o'yladi. Lekin pensiya o'zgarmadi. U murojaat qilganda ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirmagani yoki bazaga to'liq tushmagani aniqlandi. Ish joyidan ma'lumotnoma, soliq to'lovlari bo'yicha tasdiq, mehnat shartnomasi olib borilgach, masala qayta ko'rildi. Demak, faqat ishlash yetmaydi, rasmiy ma'lumotlar ham to'g'ri aks etishi kerak. Endi eng xavfli joylarga kelamiz. Men amaliyotda ko'p ko'rgan birinchi tuzoq. Odam pensiya miqdorini faqat bank kartasiga tushgan pul bo'yicha baholaydi. Bu noto'g'ri. Kartaga tushgan puldan qarzdorlik ushlanishi, aliment, kredit ijro hujjati, ortiqcha to'langan oldingi summani ushlab qolish kabi holatlar bo'lishi mumkin. Sizning pensiyangiz aslida oshgan, lekin karta kam tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga kam tushdi deyishdan oldin pensiya tayinlash va to'lash bo'yicha rasmiy ma'lumotnoma oling. Ikkinchi tuzoq, hamma pensiya 100% bir xil oshadi degan tushuncha. Yo'q, har bir oshirish farmon yoki qaror asosida bo'ladi. Unda qaysi turdagi pensiyalar, nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar qanday oshirilishi alohida yoziladi.
Ba'zan bazaviy hisoblash miqdori o'zgaradi, ba'zan eng kam pensiya miqdori o'zgaradi, ba'zan aniq foiz beriladi. Shuning uchun sizga tegishli to'lov turi aynan qaysi bankka tushishini bilish kerak. Uchinchi tuzoq eski ish haqi ma'lumotlari. Pensiya hisoblashda staj bilan birga ish haqi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ko'p odam men 4 yil ishlaganman deydi. Lekin ish haqi rasman kam ko'rsatilgan bo'lsa yoki hujjat bilan tasdiqlanmasa pensiya kutilganidek chiqmaydi. Ayniqsa 1990 yillar korxonalar tugatilgan davr, kolxoz sovxozlar, kichik xususiy firmalar bilan bog'liq davrlarda hujjat muammosi ko'p. Bu yerda guvohlarning gap har doim ham ish haqi miqdorini tasdiqlab bermaydi. Arxiv hujjati, buyruq, tabel, hisob vedomosti, maosh ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 4-chi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul. Ba'zi odamlar pensiya jamg'armasi menga qarzdor bo'lsa qaytarib beradi. Men qarzdor bo'lsam nima bo'ladi deb so'raydi. Agar haqiqatan ham xato tufayli sizga ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, uni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Bu har doim ham pensioner aybdor degani emas. Ba'zan tizim xatosi, ba'zan noto'g'ri hujjat, ba'zan o'z vaqtida xabar berilmagan holat sabab bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin bu haqda xabar berilmagan. To'lov davom etgan. Keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinishi mumkin. 5-chi nozik jihat muddatlar. Odamlar ko'pincha 5 yil oldingi xatoni topib, hammasini qaytarib bering deydi. Lekin qonunchilikda murojaat qilish, qayta hisoblash va farq summalarini to'lash bo'yicha aniq tartib va muddatlar bo'lishi mumkin. Shu sabab qanchalik erta murojaat qilsangiz, shunchalik yaxshi. Bugun shubhangiz bo'lsa, ertaga emas, hoziroq yozma ariza bering. Og'zaki gaplashishning foydasi kam. Yozma murojaat esa rasmiy javob talab qiladi. 6-chi nozik jihat, pensionerga hammasi to'g'ri deyishlari mumkin. Lekin siz hisob kitobni ko'rmaguningizcha hammasi to'g'riligini bila olmaysiz. Men shuni tavsiya qilaman. Pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib bering deb og'zaki so'rash yetarli emas. Siz yozma ravishda pensiya miqdorini shakllantirgan staj, ish haqi qo'llangan koeffitsiyentlar, ustamalar va oxirgi indeksatsiya bo'yicha hisob kitobni taqdim etishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Shunda sizda qog'oz yoki elektron javob bo'ladi. 7-chi masala, bank, pochta va pensiya jamg'armasi bir xil narsa emas. Ba'zan pul kech tushsa yoki summa noto'g'ri ko'rinsa, odam bankni ayblaydi. Bank faqat kelgan pulni o'tkazadi. Pensiya miqdori va asosiy hisob kitob pensiya jamg'armasi tizimida shakllanadi. Agar karta bloklangan bo'lsa, ijro bo'yicha ushlov bo'lsa, bankdan ma'lumot olasiz. Agar pensiyaning o'zi kam hisoblangan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 12 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki pochta orqali olsangiz, kvitansiyalarni yig'ing. Har oy qancha tushganini ko'ring. Qaysi oyda oshgan, qaysi oyda kamaygan, qaysi oyda ushlov bo'lganini alohida belgilang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi spravkalar, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar, bank ko'chirmasini olib boring. Hujjatlaringiz qancha to'liq bo'lsa, masala shuncha tezroq yechiladi. 3-chi qadam, og'zaki emas, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam oxirgi indeksatsiyadan keyin qanday tartibda qayta hisoblanganini tushuntirib berishingizni, pensiya miqdorini shakllantirgan ish staji, ish haqi, ustamalar, qo'llangan indeksatsiya foizi va to'lovlar bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Agar xatolik aniqlansa, pensiyamni qayta hisoblab, tegishli farq summasini to'lab berishingizni so'rayman. Mana shu mazmundagi ariza sizni jiddiy murojaatchiga aylantiradi. 4-chi qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlating. Kirim raqami, sana mas'ul xodim yoki elektron murojaat raqamini oling. Agar siz shunchaki qog'ozni topshirib chiqib ketsangiz, keyin bizga kelmagan deyishlari mumkin. Rasmiy iz qoldiring. 5-chi qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deyilgan bo'lsa, lekin hisob kitob ko'rsatilmagan bo'lsa, qayta so'rang. Sizga faqat umumiy gap emas, raqamlar kerak. Qancha staj olingan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi davrlar rad etilgan, nima sababdan, qaysi ish haqi davri hisobga olingan, indeksatsiya qaysi summaga qo'llangan. 6-chi qadam.
Agar stajinga yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxona hujjatlarini saqlayotgan tashkilot, kadastr yoki hokimlik arxivlari, ba'zan kasaba uyushmalari yoki yugurish tashkilot arxivlarida ma'lumot bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq zavod yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari viloyat davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Sobiq kolxoz hujjatlari tuman arxivida yoki fermer xo'jaliklari hujjatlarini qabul qilgan idorada bo'lishi mumkin. 7-qadam. Agar ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, faqat ishlagan degan spravka yetmasligi mumkin. Maosh vedomosti, hisob-kitob varaqalari, buyruqlar, shaxsiy kartochka, mehnat shartnomasi, soliq to'lovlari ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar eski davr bo'lsa, arxiv spravkasida lavozim. Ish davri va maosh bo'yicha ma'lumotlar aniq yozilishi juda muhim. 8-qadam. Agar pensiya jamg'armasi javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi bo'limga, tegishli vazirlik yoki idoraga, prezident virtual qabulxonasiga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin men doim shuni aytaman. Hissiy shikoyat emas, hujjatli shikoyat yozing. Meni aldashdi deb yozishdan ko'ra, falon davrdagi ish stajim hisobga olinmagan. Falon arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinmoqda, pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman desangiz, natija ancha kuchli bo'ladi. 9-qadam. Agar siz keksaygan ota-onangiz uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Ba'zi ma'lumotlar faqat pensionerning o'ziga yoki qonuniy vakiliga beriladi. Ota-onangiz yura olmasa, notarial ishonchnoma yoki qonunchilikda ruxsat etilgan boshqa vakillik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Bu masalani oldindan bilib olsangiz, idora ovora bo'lmaysiz. 10-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling. Aslini topshirmang. Agar topshirish zarur bo'lsa, qabul qilinganligi haqida tilxat oling. Chunki eski mehnat daftarchasi, arxiv spravkasi yoki guvohnomani yo'qotish katta muammo tug'diradi. Hamma narsani papkaga joylab, sanasi bilan saqlang. Men yana bir amaliy misol aytaman. Saodat opa pensiyasi kam deb o'ylardi, lekin qayerdan boshlashni bilmasdi. U avval bankdan 12 oylik ko'chirma oldi. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'radi. Javobda 24 yil staj ko'rsatilganini ko'rdi. Aslida uning mehnat daftarchasida 31 yil bor edi. 7 yil bir korxona bo'yicha tasdiqlanmagan ekan. Arxivga murojaat qildi, 5 yilini tasdiqladi, 2 yil bo'yicha hujjat topilmadi. Natijada pensiyasi oshdi va bir necha oy uchun farq pulini oldi. Mana shu holatda hech kim kelib Saodat opa sizga pul yetmayapti demagan. U o'zi harakat qilgani uchun pulini oldi. Yana boshqa holat. Karim aka har oy pensiyam kamayib qoldi deb shikoyat qildi. Tekshirilganda pensiya to'g'ri hisoblangan, lekin ijro hujjati asosida qarzdorlik ushlab qo'llanayotgan ekan. U pensiya jamg'armasini ayblab yurgan. Aslida masala ijro byurosi va qarzdorlik bilan bog'liq bo'lgan. Demak, avval pul qayerda kamayganini aniqlash kerak. Pensiya hisobida kamayganmi yoki to'lovdan keyin ushlab qo'linganmi? Xulosa shuki, pensiya indeksatsiyasi oddiy hammaniki bir xil oshadi degan narsa emas. Har bir pensionerning staji, ish haqi, ustamasi, pensiya turi va hujjatlari alohida ahamiyatga ega. Pensiya jamg'armasi hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. Hujjat yetishmasligi sabab pul kam chiqishi mumkin yoki siz tushunmagan qonuniy sabab bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vahima qilmasdan yozma murojaat qilish, hisob-kitobni talab qilish, yetishmayotgan hujjatlarni topish va farq pulini qonuniy tartibda so'rash. Agar sizda shubha bo'lsa, kutmang. Bugun hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning pensiyasi bo'yicha ham bir marta hisob-kitobni ko'rib chiqing. Ba'zan oyiga 100 ming so'm farq ham bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar farq 300 ming bo'lsa, bu bir yilda 3 million 600 ming so'm degani. Bu pul pensioner uchun juda katta yordam. Sizningcha pensiya indeksatsiyasi odamlarga yetarlicha tushuntirilyaptimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar siz yoki tanishingiz pensiya qayta hisoblatib, anna pulini qaytarib olgan bo'lsa, tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya yaqinlaringizga albatta yuboring. Keyingi videolarda men pensiya stajini qanday tiklash, arxivdan qanday hujjat olish va pensiya jamg'armasiga qanday ariza yozish bo'yicha yanada aniqroq namunalar bilan tushuntirib beraman.